Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Chunki ko'pchilik uy o'zimniki, hujjatim bor, demak muammo yo'q deb o'ylaydi. Amalda esa bitta qarz, bitta eski hujjat, bitta noto'g'ri ro'yxat yoki siz bilmagan bitta cheklov kvartirani sotish, garovga qo'yish, merosga qoldirish, hatto ayrim holatlarda sud orqali tortishuvga tushirishgacha olib borishi mumkin. Men bugun sizga mutaxassis sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Kvartira egasi nimalarni tekshirish kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlarda xavf kamroq, qaysi hujjatlar majburiy, qaysi xatolar eng ko'p uchraydi. Hozir videoni davom ettirishdan oldin kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot faqat sizga emas, ota-onangiz, farzandlaringiz, qarindoshlaringiz uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Bitta ogohlantirish vaqtida eshitilsa, keyin yillab sudma-sud yurishning oldi olinadi. Avval ko'pchilik uy bilan bog'liq masalalarga oddiy qarardi. Kvartira sotib olindi, oldi sotdi shartnomasi notariusdan o'tdi. Kadastr hujjati olindi, kalit qo'lga tegdi, tamom. Odamlar yillar davomida hujjatlarni shkafga solib qo'yib, faqat sotmoqchi bo'lganda yoki meros masalasi chiqqanda eslashardi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Davlat reyestrlari elektronlashmoqda, kommunal xizmatlar bazasi yangilanmoqda. Soliq, kadastr, notarius, bank, majburiy ijro va boshqa tizimlar bir-biri bilan bog'lanmoqda. Bu yaxshi narsa, chunki firibgarlik kamayadi. Mulk egasini aniqlash osonlashadi. Lekin shu bilan birga eski xatolar ham yuzaga chiqyapti. Masalan, kadastrda kvartira maydoni boshqa ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Oldingi egadan qolgan qarz aniqlanishi mumkin. Kvartiraga taqiq qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yoki hujjatda familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odam kvartirasini sotmoqchi bo'ladi. Xaridor topilgan, pul kelishilgan, hamma narsa tayyor. Notariusga borganda esa kvartira bo'yicha cheklov borligi chiqadi. Sababi oddiy, egasining eski aliment qarzi, bankdagi qarz bo'yicha ijro ishi, soliq qarzi yoki sud qarori bo'ladi. Ega bu kvartiraga aloqasi yo'q deydi. Lekin qonuniy mexanizmda shaxsning mol-mulkiga taqiq qo'yilishi mumkin. Natijada oldi sotdi to'xtaydi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, odamlar kvartirani faqat yashash joyi deb emas, moliyaviy aktiv deb ham ko'ryapti. Uni garovga qo'yib kredit olishadi, ijaraga berishadi, farzandiga o'tkazishadi, meros qilib qoldirishadi. Har bir harakatda hujjat toza bo'lishi kerak. Agar siz hozir tekshirmasangiz, muammo aynan eng noqulay paytda chiqadi. Pul kerak bo'lganida, xaridor topilganida, meros bo'linayotganida yoki bank kredit berishga tayyor turganida, birinchi navbatda siz o'z kvartirangiz bo'yicha 3 ta narsani aniq bilishingiz kerak. Mulk huquqi kimning nomida? Kadastr ma'lumotlari to'g'rimi? Va kvartirada cheklov yoki qarzlar bormi? Bu 3 ta savol oddiy ko'rinadi. Lekin eng katta muammolar aynan shu joydan boshlanadi. Masalan, kvartira er-xotin yashayotgan uy bo'lishi mumkin. Hujjat esa faqat erning nomida. Agar bu kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa, ko'p hollarda u umumiy mulk sifatida qaraladi. Sotish uchun turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinishi mumkin. Ayrim odamlar hujjat mening nomimda, xohlaganimni qilaman deb o'ylaydi. Lekin notarius yoki sud buni boshqacha ko'rishi mumkin. Agar kvartira nikohdan oldin olingan bo'lsa, meros yo'q hadya orqali kelgan bo'lsa, vaziyat boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatdagi ism bilan cheklanib qolmaslik kerak. Kvartira qachon va qanday asosda olinganini ham bilish kerak. Ikkinchi misol, ota-ona kvartirani o'g'liga rasmiylashtirgan, lekin uyda ota-ona yashayapti. O'g'il keyin qarzga kirgan, bankdan kredit olgan yoki kim bilandir sudlashgan. Natijada uning nomidagi kvartiraga taqiq qo'yilishi mumkin. Ota-ona bu bizning uyimiz edi desa ham, reyestrda mulkdor o'g'il bo'lsa, muammo hujjat bo'yicha ko'riladi. Shuning uchun mulkni kimning nomiga rasmiylashtirish masalasida faqat qulaylikni emas, xavfni ham hisoblash kerak. Uchinchi misol, odam 2010-yilda kvartira sotib olgan. Hujjatda umumiy maydon 12 kvadrat metr deb yozilgan. Keyin balkon yopilgan, ichki davr o'zgargan, oshxona kengaytirilgan. Hozir sotmoqchi bo'lsa, kadastr tekshiruvda real holat hujjatga mos kelmasligi mumkin. Ayniqsa rekonstruksiya, qo'shimcha qurilish, devor buzish, sanitar tugun joyini o'zgartirish kabi ishlar hujjatsiz qilingan bo'lsa, bu sotuvda yoki kredit garovida muammo tug'diradi. Bank bunday kvartirani garov sifatida qabul qilmasligi mumkin. Xaridor esa narxni tushirishga harakat qiladi. 4-misol, kvartira ijaraga berilgan.
mulkdor chet elda yoki boshqa viloyatda. Ijarachi kommunal to'lovlarni vaqtida to'lamagan. Bir yil ichida gaz, elektr, issiqlik, chiqindi yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha qarz yig'ilib qolgan. Mulkdor qaytib kelganda 3 million, 5 million. Ba'zan undan ham ko'p qarz ko'radi. Men yashamaganman degan gap amalda har doim ham muammoni yechmaydi. Chunki xizmat kvartiraga ko'rsatilgan hisob mulk yoki manzil bo'yicha yuritilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ijara shartnomasida kim nima to'lashini aniq yozish va har oy kvitansiyalarni tekshirib borish kerak. 5-misol kvartira meros orqali qolgan. Aka, uka yoki opa singillar kelishib bitta odam yashab qolgan. Yillar o'tgan. Lekin meros to'liq rasmiylashtirilmagan. Keyin shu odam kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Ammo merosxo'rlarning hammasi hujjatda yo'q yoki kimdir vafot etgan. Uning farzandlari huquq talab qiladi. Bunday vaziyatlar juda og'ir bo'ladi. Chunki vaqt o'tgan sari hujjat yig'ish qiyinlashadi. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot haqidagi guvohnoma, arxiv ma'lumotlari, eski pasport nusxalari kerak bo'lib qoladi. Kimlar albatta xavotir olib, hoziroq tekshirish kerak. Birinchisi, kvartirani sotib olganiga ko'p yil bo'lganlar. Ikkinchisi, kvartirani meros, hadya yoki qarindoshlar o'rtasida kelishuv orqali olganlar. Uchinchisi, kvartirada qayta qurilish qilganlar. To'rtinchisi, ijaraga berayotganlar. Beshinchisi, bank krediti, aliment, soliq yoki boshqa ijro qarzlari bo'lganlar. Oltinchisi, hujjatlar eski namunada bo'lganlar. Yettinchisi, uyda propiskada boshqa odamlar turganini aniq bilmaydiganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz yaqinda notarius orqali sotib olgan bo'lsangiz, kadastr yangi bo'lsa, oldi-sotdi to'liq davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, kommunal qarzlarni yopib olgan bo'lsangiz, kvartirada noqonuniy o'zgartirish qilmagan bo'lsangiz va sizda ijro qarzi bo'lmasa, xavf ancha kam. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men bunday holatda ham yiliga kamida bir marta mulk ma'lumotlarini va qarzlarni tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Propiska yoki doimiy ro'yxat mulk huquqi degani emas. Odam kvartirada ro'yxatda turgani bilan u avtomatik ravishda egaga aylanmaydi. Lekin bu odamni chiqarish. Kvartirani sotish yoki xaridorga topshirishda amaliy muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda bo'lsa, masala yanada ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Shuning uchun kvartirani sotib olayotganda faqat kadastrga emas, ro'yxatda kimlar borligiga ham qarash kerak. Ikkinchi nozik masala. Kommunal qarz har doim ham eski egada qolib ketmaydi. Amalda xaridorlar ko'pincha men yangi egaman, oldingi qarz menga tegishli emas deydi. Huquqiy tomondan vaziyat xizmat turiga, shartnomaga, hisob raqamiga va qarz davriga qarab baholanadi. Lekin hayotda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot avval manzil bo'yicha qarzni ko'rsatadi. Keyin siz hujjat bilan isbotlab yurishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun kvartira olayotganda har bir xizmat bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma yoki hech bo'lmasa oxirgi to'lovlar va shaxsiy hisob holatini tekshirish kerak. Uchinchi nozik masala. Hadya shartnomasi har doim ham mutlaq xavfsiz emas. Ba'zi odamlar soliq yoki boshqa xarajatlardan qochish uchun oldi-sotdi o'rniga hadya rasmiylashtiradi. Lekin keyin pul berilganini isbotlash kerak bo'lsa, hujjatda hadya turadi. Yana bir holat. Keksalar kvartirani farzandiga hadya qiladi, keyin munosabat buziladi. Agar shartnomada yashash huquqi, parvarish sharti yoki boshqa kafolatlar ko'rsatilmagan bo'lsa, keksa odam himoyasiz qolishi mumkin. Shuning uchun har qanday hadya hujjatini imzolashdan oldin oqibatini tushunish kerak. To'rtinchi nozik masala ipotekadagi kvartira. Agar kvartira bank garovida bo'lsa, uni sotish, bo'lishish, hadya qilish yoki qayta rasmiylashtirish oddiy kvartiradagidek bo'lmaydi. Bank roziligi kerak bo'ladi. Ba'zan odamlar kreditni o'zim to'layapman, uy meniki deb o'ylaydi. Siz mulkdor bo'lishingiz mumkin. Lekin garov cheklovi bor. To'lov kechiksa, bank sud yoki ijro tartibida undiruvga harakat qilishi mumkin. Shuning uchun ipoteka olgan odam to'lov jadvalini, sug'urta talablarini, garov shartlarini va kechikish oqibatlarini aniq bilishi shart. 5-nozik masala noqonuniy qayta rejalashtirish. Ko'p odamlar xonani kattalashtirish uchun devorni oladi, balkon bilan xonani birlashtiradi. Oshxonani boshqa joyga ko'chiradi. Agar bu ishlar loyiha va ruxsatsiz qilingan bo'lsa, muammo faqat sotuvda emas, xavfsizlikda ham bo'ladi. Ko'p qavatli uyda bitta xonadondagi noto'g'ri devor buzilishi
butun bino konstruksiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, qo'shnilar shikoyat qilsa, tekshiruv kelishi, jarima yoki avvalgi holatga qaytarish talab bo'lishi mumkin. 6-nozik masala sud nizolari. Kvartira bo'yicha oldingi egalar o'rtasida nizo bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir mening roziligimsiz sotilgan deydi. Kimdir merosdan ulushim bor edi deydi. Kimdir pul to'liq berilmagan deydi. Shuning uchun arzon narxda shoshilinch sotilayotgan kvartiradan ehtiyot bo'lish kerak. Bozor narxidan juda past taklif doim savol tug'diradi. Albatta, hamma arzon uy muammoli degan emas. Lekin ekspert sifatida men bunday holatda 2 barobar ko'proq tekshiruv qilishni maslahat beraman. 7-nozik masala, ishonchnoma orqali sotuv. Agar kvartirani egasi emas, ishonchnomali vakil sotayotgan bo'lsa, ishonchnoma haqiqiyligini, muddati tugamaganini, bekor qilinmaganini, unda aynan sotish vakolati borligini tekshirish kerak. Egasi tirikmi, rozi ekani ham aniqlash muhim. Amalda firibgarliklarning bir qismi aynan ishonchnoma atrofida bo'ladi. Notarius tekshiradi, lekin siz xaridor sifatida ham hushyor bo'lishingiz kerak. 8-nozik masala, qo'shma mulk va ulush. Kvartira bir necha kishiga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, iri iki ulush erga, iri iki ulush xotinga yoki bir nechta merosxo'rga. Bunday kvartirada bitta odamning xohishi yetarli bo'lmaydi. Ulush sotilsa, boshqa ulushdorlarning imtiyozli sotib olish huquqi masalasi chiqishi mumkin. Shu sababli hujjat bor degan gap yetarli emas. Hujjatda kimlar bor, ulushlar qanday, roziliklar kerakmi? Bularni alohida ko'rish kerak. Endi eng muhim qism, siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, kadastr hujjatlaringizni tekshiring. Sizda mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori yoki boshqa asosiy hujjat. Bundan tashqari, kadastr pasporti yoki elektron kadastr ma'lumotlari bo'lishi kerak. Hujjatdagi ism, familiya, pasport ma'lumotlari, manzil, kvartira raqami, qavat, umumiy maydon va mulk turi to'g'ri yozilganini tekshiring. Ikkinchi qadam, davlat reyestrida kvartira kimning nomida turganini aniqlang. Buni Davlat xizmatlari markazi, kadastr organlari yoki mavjud elektron xizmatlar orqali tekshirish mumkin. Agar siz MyPokakuf, Uz yoki boshqa rasmiy platformadan foydalansangiz, shaxsiy kabinetingizda mulk ma'lumotlari chiqishini tekshirib ko'ring. Agar kvartira sizniki bo'lsa-yu, tizimda ko'rinmasa, bu e'tiborsiz qoldiriladigan narsa emas. Sababini aniqlash kerak. 3-qadam, taqiq va cheklovlarni tekshiring. Kvartira garovdami? Sud taqiqi bormi? Ijro organlari tomonidan cheklov qo'yilganmi? Buni aniqlash kerak. Agar sizda bank krediti, aliment, soliq qarzi, jarima yoki boshqa ijro ishi bo'lsa, mulkingizga ta'sir qilishi mumkin. Majburiy ijro bilan bog'liq holatlarni rasmiy manbalar orqali tekshiring. Taqiq borligi aniqlansa, avval qarz yoki nizo sababini bartaraf etish, keyin cheklovni yechish bo'yicha ariza berish kerak bo'ladi. 4-qadam. Kommunal qarzlarni tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, issiqlik chiqindi, lift, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha alohida qarang. Har birining shaxsiy hisob raqami bo'lishi mumkin. Bittasini to'ladim. Hammasi toza deb o'ylamang. Agar kvartirani ijaraga beragan bo'lsangiz, ijarachidan har oy to'lov cheklarini yuborishni talab qiling. Eng yaxshisi, shaxsiy kabinetingiz orqali o'zingiz nazorat qiling. 5-qadam. Kvartirada ro'yxatda kimlar borligini aniqlang. Oila a'zolari, sobiq turmush o'rtog'i, qarindosh, oldingi egadan qolgan odam, voyaga yetmagan bola, vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdagi shaxslar bor yo'qligini tekshiring. Agar sotish rejangiz bo'lsa, bu masalani oldindan hal qiling. Xaridor so'raganda emas, notariusga borganda emas, aynan hozir. 6-qadam. Agar qayta rejalashtirish qilgan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirish imkonini o'rganing. Kadastr mutaxassisi yoki loyiha tashkiloti bilan maslahat qiling. Qaysi o'zgarish mumkin, qaysi biri taqiqlangan, qaysi hujjatlar kerak, buni aniqlang. Agar konstruktiv davr buzilgan bo'lsa yoki umumiy kommunikatsiyaga ta'sir qilgan bo'lsa, masala jiddiyroq bo'ladi. Buni yashirib sotishga nizoga olib kelishi mumkin. 7-qadam. Hujjatlarda xatolik bo'lsa, darhol tuzating. Familiyada bitta harf, otasining ismida farq, eski pasport raqami, noto'g'ri manzil, kvartira raqamidagi chalkashlik keyin katta to'siq bo'ladi. Bunday xatolarni ko'pincha ariza, tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr yoki notarial tartib orqali tuzatish mumkin. Lekin oxirgi daqiqada buni qilish qiyin bo'ladi.
8-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini tayyorlang. Asl hujjatlar alohida saqlansin, elektron skanlar ham bo'lsin. Pasport, nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, meros hujjatlari, oldi sotdi shartnomasi, kadastr, kommunal to'lovlar, bank garovi bo'lsa, kredit shartnomasi, sug'urta hujjatlari hammasini tartibga keltiring. Men ko'p ko'rganman. Odamning huquqi bor, lekin hujjatni topolmagani uchun ish cho'ziladi. 9-qadam. Agar kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, xaridor topilishidan oldin toza paket tayyorlang. Kadastr ma'lumotlari, qarzdorlik yo'qligi, ro'yxatda kimlar borligi, turmush o'rtog'i roziligi kerakmi, garov yoki taqiq bormi? Bularni oldindan tekshiring. Shunda savdoda siz kuchli pozitsiyada bo'lasiz. Xaridor muammo bor ekan deb narxni tushira olmaydi. 10-qadam. Agar kvartira olayotgan bo'lsangiz, faqat chiroyli remontga, manzilga, narxga qarab qaror qilmang. Egasi kim? Necha marta sotilgan? Meros orqali kelganmi? Sud nizosi bo'lganmi? Qarz bormi? Ro'yxatda kimlar bor? Ishonchnoma orqali sotilyaptimi? Bularni tekshiring. Katta pul ishlatilayotgan joyda shoshilish eng qimmat xato bo'ladi. Nima yozish va qayerga murojaat qilish kerak? Agar kadastr ma'lumotida xato bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki kadastr organiga murojaat qilib, xatoni tuzatish haqida ariza berasiz. Arizada mulk manzili, kadastr raqami, xato nimada ekani, to'g'ri ma'lumot qaysi hujjat bilan tasdiqlanishini yozasiz. Ilovaga pasport nusxasi, mulk hujjati, kadastr hujjati, zarur bo'lsa nikoh yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shasiz. Agar taqiq bo'lsa, avval taqiqni kim qo'yganini aniqlaysiz. Sudmi, majburiy ijromi, bankmi, boshqa organmi? Keyin sababini bilasiz. Qarz bo'lsa to'laysiz yoki e'tirozingiz bo'lsa, qonuniy tartibda shikoyat qilasiz. Va bartaraf etilgandan keyin cheklovni olib tashlash haqida ariza beriladi. Bu yerda eng muhim narsa, o'zi ketib qolar deb kutmang. Ko'pincha tizimda cheklov qolib ketadi. Uni yechish uchun alohida harakat kerak bo'ladi. Agar kommunal qarz bo'yicha nizo bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qiling. Qaysi davr uchun qarz hisoblanganini, hisob-kitob asosini, hisoblagich ko'rsatkichlarini so'rang. Agar siz o'sha davrda mulkdor bo'lmagan bo'lsangiz, oldi sotdi sanasini ko'rsatuvchi hujjatni ilova qiling. Agar hisoblagich noto'g'ri ishlagan deb o'ylasangiz, tekshiruv va dalolatnoma talab qiling. Agar meros bo'yicha muammo bo'lsa, notariusga boring. Meros ochilgan sana, merosxo'rlar doirasi, qabul qilish muddati, ulushlar, rad etish yoki qabul qilish hujjatlari aniqlanadi. Agar muddat o'tgan bo'lsa yoki merosxo'rlar kelisha olmasa, sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. Bu masalada og'zaki kelishuvga ishonib yurish xavfli. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, kvartira egasi bo'lish faqat kalitga ega bo'lish emas. Bu hujjat, reyestr qarz, cheklov, ro'yxat meros, nikoh va kommunal majburiyatlar bilan bog'liq mas'uliyatdir. Bugun 30 daqiqa vaqt ajratib tekshirgan narsangiz ertaga oylar davom etadigan muammoning oldini olishi mumkin. Hozir sizdan bitta amaliy ishni so'rayman. Videoni tugatgach, kvartirangiz hujjatlarini olib chiqing va kamida 3 narsani tekshiring. Kadastr ma'lumotlari to'g'rimi? Kommunal qarz bormi? Mulkka taqiq yoki garov qo'yilmaganmi? Agar ota-onangizning nomida uy bo'lsa, ularga ham tushuntiring. Agar farzandingiz nomiga rasmiylashtirilgan kvartira bo'lsa, xavflarni alohida baholang. Izohlarda yozing. Sizda kvartira hujjatlari bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Kadastr yoki kommunal qarz bo'yicha qiyinchilikka duch kelganmisiz? Tajribangiz boshqalarga foyda bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni kvartirasi bor yaqinlaringizga yuboring. Bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z mulkini ancha ishonchli himoya qiladi.